Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz hozir Samarqand Urgut Pravda mol bozoriga keldik. Mana ko'rib turganingizdek, haftaning juma kuni 13-iyun sanasida videomizni boshladik. Har bozor chiqaramiz deb va'da berdik. Kommentariyada ko'p obunachilar bizdan so'rashdi. Mana har bozor chiqyapmiz. Mana hozir har kungidek mana bozorni oldida echkilar sotiladi. Shu kishini mana Hojiboni echkilarini videolarini chiqaryapmiz ana. Mana hozir mana Pravda bozordamiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bozorning ichkarisiga kiramiz. Mana aziz do'stlar, bular necha puldan aka? Hojibo qanalar o'zlari? Necha puldan necha pulgacha bor? 300 dollardan 1000 dollarigacha bor ekan. Ona bola. Mana. Nechta bugun? Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerda ona bolasi bor ekan. Sutlisi bor. Endi bular parodalarni so'raymiz Hojibodan. Hozir Hojibo o'zlari yo'q ekan, o'g'illari ushab turibdi. Harakat qilamiz. Ekranda Hojiboni telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib narxlarini so'rashingiz mumkin. Hozir aziz do'stlar, mana bozorning ichkarisida kiramiz. Videomizni kuzatib boring, bizni kuzatishda davom eting. Mana aziz do'stlar. Necha pul bo'ldi bu aka Qunoji? Ha? 6,5 million. Mana 6,5 millionga oldilarmi? Mana olamiz. 6,5 millionga mana sotib olibdilar. Sigir qancha bo'ldi? Sotdingizmi? Necha pulga? 12,600. 12 million 600. Bolasi ham bormi? O'zimi? Sizni ham chiqaraymi? Ben 2 milyon 600 deyishdi. Sotilibdi. Sotildimi? Hali emasmi? Necha pul deyapsiz? Hali aytganlari yo'q ekan. Mana aziz do'stlar, bozor to'la. Mana Pravda bozorini har kuni chiqaramiz. Har bozor chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Mana bozorni qaranglar, qanday tiqilinch, zo'rg'a bu tomonga o'tib oldik. Necha pul bo'ldi? Sotildimi? Nechiga? 9 million. 9 million. 9 millionga sotilibdi. Necha pul ekan? 6,5 kam bor aka. 6,5 g'unojinmi? 6,5 kami bor g'unojin. Bu necha pul ekan? Qandaysiz? Yaxshimisiz? 8,5? G'unojin 8,5 kam bor. Narigisichi, u ham g'unojin. Nargisi 7,5. 7,5. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshirsiz? Hozir men aytdim shu kishimikin, yo'qmikin deb qarab turdim aka. O'zi yaxshimi? Mana aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Qani, amakim? U kishi nimami? Novos ushab turibdilarmi? Ha. Mana aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. 8,5. Bozor necha qildi? Bozor har xil. 7,5. Ha, bermadingiz. Necha pul bo'lsa berasiz? O'zsa beraman-da. Naqshtir sanasa ustiga necha pulga berasiz? 300 dan bo'lsa beramiz. Buni ya
7 million qancha bo'ladi? 7 million 800 ga. 7 million 6 million 7 million 800 ga 6 million 800 buni. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. Aziz obunachilar, mana shu ikkita nima G'unojinni telefon egasining telefon raqamlari 90-chilik, 90lik. 90lik, 270 270 88 88 04. 04. Telefon qilib bemalol mana shuni savdo qilib olishlaringiz mumkin. Ha, tog'o nechi pul bo'ldi? Shu nechi pul? So'rayapti bozor. 9 so'rayapsiz. G'unojina? Qilyapti bozor. Mana ko'rishingiz mumkin 9 million qilyapti ekan. Nechi pulga berasiz endi? Rolni qo'shib beraman. 9 million deyapti ekan, bermayaptilar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. To'qqiz million 600 ming sotilibdi mana shu. 9 million 600. Ha, aytdim 9 million 600 sotilibdi mana. 9 million 600 mingga. Mana hozir otlardan chiqaramiz ona 2 yosh erkak narxi 2000 ekan. Bozor nechi pul qildi? 15-16 qilibdi, bermayapsiz. 2 yashar ekan. Qayerda manzil aka? Qayerda turadi? Manzil Bog'shamol. Bog'shamol. Urgut Bog'shamolda ekan mana. Telefon nomeri aytasizmi? Ko'pchilik so'raydi. Telefon raqamlari kodi 97lik 920 07 67 07 62. Mana shu telefon raqamiga telefon qilinglar. Mana shu otni egasini telefon raqamlari. Yoshi 2 yosh, narxi 2000 ekan. 16 million 15 millionga bozor qilyapti, bermayaptilar. Endi uylaridan borib gaplashib olasizlar, kelishtirib beradilar. Mana hozir bu tomonda buni egasi hozir egasi kim ekan buni? Sizdanmi bu ham? Bu ham sizdan. Bu nechi pul? 400 million? 3000? Bunisi 3000 deyaptilar ekan, boyagi akani telefon raqamlariga telefon qilasizlar. 3000 deyaptilar ekan, kelishtirib berar ekanlar. Nechi yosh bu? Nechi yosh? 4 yoshdan 5 yoshga ketyapti. Qaysini? Shuni chiqaryapman. Bemalol telefon qilib murojaat qilaveringlar. 4 yoshdan 5 yoshga o'tgan ekan, 3000 deyishyapti, kelishtirib berar ekanlar. Endi yana yeb ichishi kelib boshqa nimalarni o'zlaringiz kelib ko'rasizlar. Mana aziz do'stlar, ikkinchi otimiz. Nechi pul ekan bu? Sizdan emasmi bu? Otning egasi kim? Ot bog'lab turibdi, lekin egasi yo'q nimagadir. Azizlar, mana ko'rsatib o'tamiz. Bozorda bugun bir 5-6 ta otlar kelgan. Ular egasi qaysi syomka qilmang dedi, shunga syomka qilmadik. Buni egasi yo'q. Bog'liq turibdi. Nechi pul ekan bu G'unoji? Ho'kizmi bu? 14 olibdilarmi? 14 million ekan, ho'kiz ekan. Maydalar pul bo'ldi. 14 million. 14 millionga olibdi ho'kiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bugun biz Samarqand Pravda mol bozorini chiqardik. Aziz do'stlar, bozorimiz yaxshi. Odamlar, mollar juda ko'p edi. Bugun juda tiqilinch edi. Qo'ldan kelgancha syomka qildik. Ko'p odamlar sigirlarni, g'unojinlarni narxini aytmadi, nimagadir.
ko'pchilikdan so'radik, videoga olmang dedi. Shunga qo'ldan kelgancha chiqardik. Mana hozir Samarqand shaharda o'zimizni ot anjomlar do'konimdaman. Ko'rishingiz mumkin. Mana ot narsalari agar kerak bo'lsa bizga murojaat qiling. Ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Mana shu Urgut Pravda urgutlik chavandozlar ko'pchilik bizdan so'raydi. Ijtimoiy tarmoq ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarida ijtimoiy tarmoq Telegram, WhatsApp bor. Kimda mana shunday ot anjomlar kerak bo'lsa bizga murojaat qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa har juma kuni mana shunday videolarimizni chiroyli qilib chiqarishlikka harakat. Mana aziz do'stlar, ho'kizlardan, g'unojinlardan ko'rsatamiz. Aka bu nechta pul bo'ldi? 10 million. 10 million? 300. G'unojinmi? 10 million 300 g'unojin. Kattaqo'rg'on ketadi. Kattaqo'rg'on ketadi. Olib ketamiz aka. Olib ketdingiz. Kattaqo'rg'ondanmisiz? Nima deysiz? Kattaqo'rg'ondanmisiz? Kattaqo'rg'on. 10 million 300 ga mana olibdilar. Mana g'unojin. Hozir endi Mana bu 9 million. bunisi 9 million. 10 million, yuziga 10 million adashib. Ha, bu Mana bular 9 million. bu 10 million ekan. Mana bunisi 10 million ekan. Mana bu ikkovi 9 milliondan ekan. G'unojin ekan. Bu yerda hammasi g'unojin. Hozir endi novoslarga o'tamiz. 9 milliondan ekan. Mana. Endi azizlar, ba'zi odamlar narxlarni aytishmayapti. Borib so'rayapmiz. Bu nech pul bo'pti? Aka nech pul bo'ldi bu? Sizdanmi? Ho'kizcha. Buni ham egasi yo'q, mana bog'lab qo'yibdi. Mana aziz do'stlar, Hojiboy endi bir aytib o'ting. Endi ko'pchilik so'raydi, to'liq ma'lumot to'liq bo'lsa yaxshi-da. Mana bu to'rtalasi taka. Taka, nech puldan? Bular hepini kelishtirib beramiz. Lekin bular onasi zanin, otasi alpin. Aha, Shunaqa. parodalari, aha. Narxi, ular odamlarga narxi qiziq. Narxini bular $100 beramiz. $100 berishadi takachalar. Necha oylik bular? Bular 2 oy 2,5 oy. 2-2,5 oylik. Sutga to'ygan. Ha, boya videoni boshida kelgandim, siz yo'q edingiz-da, shunga o'g'illaringizdan bir so'radim. Endi mana bu yerga hozir sutli ko'ryapmizmi? Bular qanday endi? Ham bor mana. Aha. Qaysi biri? Mana oqimi yo qarishni? Nech pul u? Uni 3 millionga berishar ekan. Mana bo'g'oz mana bunisi. Bunisi bo'g'oz. Bo'g'ozni nech pul? Bo'g'ozini 2,5 beramiz. 2,5 million. 15 kunlarga tug'ar ekan. Taqaloq takasi bor. Sizda yana echkilardan bor, ha? Ha, echkilar ko'p, echkilarimiz bor. Endi bir telefon nomeringizni bir aytib o'tsangiz. Mayli. 97lik, Telefon raqamlari kodi 97lik 936, 936 2112. 2112 telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Oxiri 2112 Hojiboni telefon raqamlari har xil echkilardan bor. Mana ko'rib turibsiz, endi biz uncha aniq parodasini bilmaymiz. Yana o'zlaringiz telefon qilib so'rab, surishtiraverasizlar. Rossiyskiy alpin bor. Zanin, rossiyskiy alpin parodalar bor. Uyingizdan bemalol kelib olib ketsa bo'ladi. Bemalol mana. Manzil qayda edi? Urgut tuman Nispot mahalla. Urgut tuman Nispot mahallaga. Katta qabriston oldi. Aha. Mana aziz do'stlar, kimga mana shunday echkilar kerak bo'lsa, bemalol Hojiboyga telefon qilaverasizlar. Boyna videomizni boshida biz keluvdik, Hojiboy yo'q edilar, o'g'illaridan bir so'rab o'tuvdik. Mana endi hozir o'zlari shu yerdalar mana. Mana yelinni qaranglar. Ana. Yelin forma. Sutli echki.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting.